5 qo'shuv 3. 1 2 3. Javobi 8 bo'ladi. Yangi onajonlar, shu tamsizlar, keling men sizlarga ajoyib mashg'ulot o'rgataman. Faqat oson mashg'ulotlar o'rganolmaysizlar-ku, keling bu qiynalamiz ozgina. Buning uchun bizga oddiy karton qog'oz kerak bo'ladi. Oddiy ip, mashina tasvirlangan rasm, yo'lni tasvirlab berayotgan rasm. Mana bunaqa ko'rinishda yopishtirib, bunaqa qilib ipga yopishtirib olamiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda sonlarni ham kesib, yo'lni tepasiga yopishtirib chiqamiz. Biz lipuchka qilib chiqamiz. Lipuchkadan foydalanib raqamlarimizni yopishtirib chiqdik. Endi bu o'yinni har xil ko'rinishda o'ynasanglar bo'ladi. Dangasa onajon bo'lmasanglar agar o'zingizlarning fantaziyanglar bilan har xil o'yin qilib chiqishingiz mumkin. Ichida katta chizib oldik. Endi ustidan skoch yopishtirib qo'yamiz. Skoch yopishtirib oldik. Boyagi rasmimizni mana bunaqa ko'rinishda kesib olib, endi buni yopishtiramiz. Mana endi bilan o'yinimiz tayyor bo'ldi. Bemalol bir joyda bilan o'ynashingiz mumkin. Dangasa onajonlarimiz albatta bu o'yinimizni qilib ko'ringlar. Farzandinglar bilan maza qilib o'ynaysizlar. O'yinimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar.